Burunqi zamonda bir odam qeyrib, muhchib ketgan og'riqchan dadisini beqish eg'ir kelgashga, taqqa ep chiqib, egiz hangdan tashlab etishni ko'ngliga pukibdi. Kunlarning birida o'g'il dadisini ko'tarib taqqa qarab mengibdi. Mengibdi. Uzoq yo'l yurgandan keyin ular oxiri tog' cho'qqisiga yetib ketdi. O'g'li dadisini cho'nqur hangga tashlab o'tay deb turganida, "O'g'lim, meni tashlab etmoqchi bo'lsang, ana tog' cho'qqisini tashlab et. Menmi bovog'ini shu yerga tashlab etgan? O'tniga lopqut degan mana shu." O'g'li bu gapni anglab, turibli qapti. "To'g'ri. Menmi dadamni xorlab tashlab etadigan bo'lsa, kelgusida meni bolalarim tashlab etmay qolaman." Shuning bilan o'g'li niyatidan jinib, dadisini hapash qilib uyga qaytarib akapti va hurmatlab obdan beqibdi.